Huramov qo'mondonligidagi Misr qo'shini Amuritlar bilan qilgan janglardan keyin Misrga zafar bilan qaytib keldi. Ulug' Misr podshohi Akinatunga oliy ehtirom. Allohning salomi Botir qo'mondan Huramhop va Radomonga bo'lsin. Agar oliylar ruxsat qilsa, urush to'g'risida qisqa bir doklad bermoqchi edim. Misr ordusining xabarchilari qo'shinimizning urushda qozongan g'alabalari haqidagi xabarlarni yetkazib turgan bo'lsa-mu, meningcha bularni sizlardan anglash texmi yaxshi bo'ladi. Bu podshohimiz Akinatun oliylarining sayesinde Amurtlar davlatimizning chegarasini bosib kirib, parakandachilik turg'izibdi. Hatto chegaralarni o'z davlatiga qarata kengaytib etibdi. Ular zodli o'ylab baxmagan bir vaqtda hujum qilib, minglaganlarni o'ldirdik. Ayollar va bolalarni asirga oldik oliylar. Boylikning ko'p qismi Misr davlatining qo'liga o'tdi. Ularni yengandan keyin Xonishi va bolalarining ko'z oldida podshohning kallasini oldik va ularning jasadini qo'mondan Huramovning jangda qozongan zafarlari uchun ko'p rahmat aytaman. Lekin sizlarga yetkazishga tegishli nurg'un ishlar bor edi. Men odam o'ldirish haqidagi gaplarni anglashga toqat qilolmayman. Misr davlatining bexatarligi Huramov qo'mondanning g'alabasi bilan yana kapolatga ega bo'ldi. Sizlarning botirliqinglar va jasoratinglar bo'lmagan bo'lsa, balki hozir Misrmi bo'lmagan bo'ladi. Podshoh oliylari sizlarning urush haqidagi ma'lumotinglarni anglashni xohlaydi. Lekin qilich haqidagilarni so'zlamanglar. Hurmatli qo'mondonlar, mumkin bo'lsa podshoh oliylarini parakanda qiladigan bunday gaplarni qilmasanglar. Inoros. Jasur, lekin g'arg'on qo'mondonlarimizga shirin sharbatlarimizdan qo'yib sung'in. Ovlağı qara. Unchola ko'p hayvon epkilib, qanchalik bug'doy oladigandu. Ularning semizligining ko'mayib atarsan. Ular qo'saqlarini to'yg'iz uchun albatta ko'p bug'doy lozim. Ovla kimdi? Ular shimoldagi qo'shnimiz Abirilar. Ular bug'doy og'il kelgan o'xshaydi. Bizning uloq bagdek bug'doyimiz yo'q. Qarg'anda kahillar yana bug'doy og'il kapsizlarda. Shundoq, texi adil bo'lmagan bir bog'a. Hozir butxonaning ahvoli bularnikidan nachar tursa, nima deb bizga yordam qilmaysizlar? Birinchidan, ular qo'shin davlatdan ham bizga o'xshash insonlar. Ular yana kelib Misrga bosh to'laydi. Mol-mulkining ko'p qismini Misrga avatadi. Qo'rqoqchilik ofatiga uchirgani uchun ularga yordam berish bizning vazifamiz. Amonga kelsak, ular boy. Xazinasining ozroq bir qismini kahillarga xajlab qo'ysa, nim bo'pti. Bir chog'larda shundoq edi, ammo hozir Amon boy emas. Ularning boy yo'qini sizlar elib oldinglar. Hazratim, u butxona xazindori. O'zimi bilmaylar, bizga yaxshi xabarni birini yetkazdi. Yaxshi xabarmi? Shundoq, keyinchi tushunib qolsa. Mangayli. Ba'zi payg'ambarlardan ustun turdi. Cho'ng dada,
sizdan boshqa payg'ambarlar bormidi? Mendin ilgiri bir munch payg'ambarlar avatildi o'g'lim. Mendin kiyimmi avatiladi? Odam bütün insonlarning otasidir. Nuh ve mening dadam İbrahim mendin ilgirki payg'ambarlardir. Yusuf ve başka payg'ambarlar mendin keyin keladi. İsmi Muhammed bo'lgan oxirgi payg'ambar tog'am İsmoilning avlodidan keladi. Dada, qaysi payg'ambarlar hammadan ulug' va ustun? Çaharasi hammadan ustun ve nomi elgi taralgan payg'ambardir. Her bir payg'ambarga dunyoning bir bölügünü shod qilish vazifasi berilgan bo'ladi. Masalan, menmu o'z qavmimni shod etish vazifasi uchun kelganman. Faqat birli payg'ambar bor. U Allohning bütün hukmlarini insonlarga yetkazadigan oxirgi payg'ambardir. Nemishqa bunyomin kammidi? Uni saqlayotganimni bilmamdikan, ha? Andish qilmang dada. Men uni yaningizga avatday. Ben buğday oğlu bağan edim. Ondan yigidek köp neresi çıkmaydı iken. Lekin unumu amısak açlıktan ölümüz. Yerip gitip birdem aram alaydı gen edim. Andinkin dadamni kögül baray dep oylagan edim. Bunyamin, sen mi bilirsen? Dadam her günü seni saklavadıdı. Onu saklatma bulamdı. Ama sen mi bilirsen go? Bazı işlerim çıkıp kalıdı. Aldıraş bop kalımen. Ben mi kasten undakı mıdım go? Bunyamin, bahane tapma. Dadağını kögül berişin kerekligini bilmensen. Bilimen, bunu bilimen. Beni keçirinla. Dadamni saklatıp koymaylı. Emdi mağaylı. He? Yürü. Dada, beni keçirin. Sizden ötünüp qalay. Sizge vədi beray. Bundan keyin sizden qaytib kelgan aman. Sizden kögülü kelimen. Yusuf'tan ayrılıp gelişinin bana keltirgen azabı bana yetip başladı balam. Sen bolsan mı beni taşlıp etmegin? Dada, endi sizni xapıqıp koysam Allah beni keçirmisin. Yusuf'ның yoxluğu da sen bilen teselli tapıman. Seni körsem, könglim tinip kalıdı. Ötken işlerini eslisizler, bir qancha qitim butxonaga va Amon diniga qarshi harakat qilishimizga turtki bo'lgan edi. Qaraganda, endi vaqti kelgan o'xshamamdi. Shundaq.
keldi. Xanesh va xonim, bizni Yuzarsif bilan yolg'iz qoldirgan bo'lsanglar. Amon o'ziga ishonguvchilarning ko'p qismidan ayrilib qopti. Hamda xazinasini tugishibdi. Xabarim bor. Misr xalqining ko'p qismi bir Allohga ishonadi. Butun shaharlarda buningdan keyin faqatla Allohga bo'lgan e'tiqodning Misr xalqining rasmiy dini qilinganligini e'lon qilsalar. Aldingizmi, Hurramov? Biz bir Allohga iymon etamiz. Bundan keyin amonga tivinma xato va gunohdir. Amon, men uchun har qancha muqaddas bo'lsa-mu, podshohimning amrini cho'qim e'tiqodimning oldiga qo'yman. O'zingga loyiq gap qilding. Misrning chegarasidagi dushmanlarni yo'qotganingga o'xshash, Misrning shaharlaridagi ko'p xil e'tiqod va butparastlikni to'sishga mas'ul bo'lasan. Amirlarga bo'ysunib, hozirla harakatga otlanay. Amon tarafdorlari bilan Allohga iymon etganlar orasida yuz berish ehtimolligi bo'lgan kurashga tayyorlik ko'rishimiz kerak. Butun Misr ordusiga tayyor bo'lishni esla. Balkim isyonni bostirishga majbur bo'lib qolishimiz mumkin. Qon to'kishga qarshiman, lekin boshqa amali bo'lmasa, buningdan o'zimizni qochirolmaymiz. Rostlikni qochirolmaymiz. Talay yillar sabr qilib, butparastlikka qarshi harakat qildik. Bu-mu qon to'kishni azaytish uchun edi. Andish qilmasala, ilohim qon to'kilmas. Aliler bilan Yuzarsif hazratlari bir-biriga bekla amroq. Akinatun Yuzarsif hazratlarini bir yo'l ko'rsatgich iloh sifatida ko'rdi. Ey Allohning payg'ambari. Bu din almashtirish harakatida biror insonning qon to'kmasligi ve hayatının ayrılması için dua kılang. Büyük qimmatga ega bo'lish uchun cho'ng badallarni berishga to'g'ri keladi. Majbur bo'lmagan ahvol ostida askarlarimizning qon to'kilmasligi uchun duo qilaman. Qattiq vosita qo'llanmasdimi, chiroyli so'zlar bilan qorong'u qalblarni yo'ritqili bo'lishi mumkin. Allah o'ziga ishonganlarga shubhasiz yordam qiladi. Misrning hamma yerlariga xabarchilarni avatib, yangi o'rnatilgan dinni hamma tarafga e'lon qilinglar. Kahillarga buningdan keyin Amon dinini targ'ib qilishning jinoyat bo'ladiganligini, bunun xiloflik qilganlarning jazolanadiganligini yetkazinglar. Yana jakarchilar butun shaharlarda buni xalqqa jar silib yetkazsin. Tez bo'l. Ilohim, Amon meni kechira. Menmi bunga majburman. Amonni yanada Misrning buyuk tanrisi deb taniyman. Gerçi Akhenaton tanrılardan yüz örüp dinini o'zgartsa-mu, u yanada Misrning ulug' podshohi va ilahlarning pushtidandir. Anlamadık demanglar. Padişahimiz Akhenaton ve baş maslahatçı Yuzarsifning fermanı bilan bugünden itibaren Mısır'ның resmi dini bir ilahlık dindir. Bugünden itibaren Amonga ve ulanın botlarına tivinmek
eng ig'ir gunohdir. Men Yüzarsifning aman bir kuni butparastlik xotim bir dog'lig'ini alli-burun bilatdi. Kahillardan qo'rqish kerak. Ular hargiz jim turmaydi. Anlamadık demanglar. Padişahimiz Akinatun ve baş maslahatçı Yüzarsifning fermanı bilan bugundan itibaren Mısır'ның resmi dini bir ilahlık dindir. Beribe. Sizden nemi ko'ribdimiz? Tanrısıdan yana nimalarni ko'ramiz? Bularning hammasi Yüzarsifning o'yini. Yüzarsif meni yuqoridan tövanga tushirganligi uchun uningga qarshi edik-da. Bo'lmasa biz Yüzarsifdan faqirlar va yo'qsizlarga xizmat qilgandan boshqa yomonlik qilmadik. Albatta shunda qiladi degina. Men va menga o'xshashlar sizlar uchun xizmat qildik. Bu butxona g'azinasi bilan menga o'xshashlarning yonchug'ini qurg'dab, sen va sizlarga o'xshashlarning qo'sig'ini to'yg'izdi. Buni bilamsan, bilmamsan? Sen va sana o'xshashlar Yüzarsifdan adibinglar yegininglar uchun uningga qarshi chiqyapsizlar. Ay, sizlar qandoqsiga hayot va ko'zinglar bilan ko'rib turgan Tangrini tashlab, ko'zga ko'rinmaydigan bir Tangriga ishinsizlar. Chunki sizlarning jonliq va ko'ngil bo'lgan tangringlar biz uchun hech ish qilib bermadi. Ammo Yüzarsifning ko'zi ko'rmaydigan tangrisi bizni qurg'oqchilikdan va qulluqdan qutqizdi. Buni bilamsizlar, ha? Biz-chu Yüzarsifning Rabbini sizlarning Tangringlardan texmo marhamatlik deb bilamiz. Qandaq? Ishona qila. Padişahimiz Akinatun ve baş maslahatçı Yüzarsifning fermanı bilan bugundan itibaren Mısır'ның resmi dini bir ilahlık dindir. Resmi dini bir ilahlık dindir. Bugundan itibaren Amonga ve onun butlarına işenmek en ağır günahdır. Mısır'ның resmi dini bir ilahlık dindir. Ağzını yumuş. Öz onun nimde atqanligini bilib atamsan. Albatta bilaman. Padişahimizning amriga qarshi chiqish qilib qaraganda 5-san ortiqlik qilayotgan o'xshamanda. Xalqning orasida mushundaq jakar qilishni Akinatun sizlarga buyurdi demoqchimi? Ha? Sen nima deb qolgan eding? Bu Akinatun va Yüzarsifning buyrug'idir. Bir Alloh e'tiqodiga qarshi chiqqanlar zindonga tashlandi. Buni bilib qol, uqdingmi? Yusufning harakatining bu qadamga yetib bordiganligini men boshida bilgan edim. Elimi Amonga ishingan bir muncha odam bor. Butxonaning oldiga yig'ilib, Amonning dushmanlari bilan urush qilamiz deyishyotdi. Mavjudiyatimizni saqlab qolishimiz kerak. Yüzarsif bilan chuqum urush qilamiz. Akinatun butxonaning qudratini tex tunib yetamabdi. Qaysi kuch bilan bizning yetarli askarimiz bo'lmasa, ishga oldidagi xalq nima ish qiladi? Ular qurol bersak ko'rib qolsizki, jon tini bilan biz uchun urush qiladi. Anlamadık demanglar. Padişahimiz Akinatun ve baş maslahatçı Yüzarsifning fermanı bilan bugundan itibaren Mısır'ның resmi dini bir ilahlık dindir. Bugundan itibaren Amonga ve ularning botlarına tevinmek en ağır günahdır. Men bilettim. Nihayet Mısır hakikatini öttü. Yüzarsifning 1000 yillardan beri davomli kelayotgan Misr dinini yo'q qilishga haqqi yo'q. Bizning aminasimiz Yüzarsif ve onun Rabbining soyasi bordir. Amon ve onun butxon koyinlari biz uchun nima ish qilib beradi? Ablah, aqlini yo'q. Demakchisan, Öldürüp bitemem. kela qildi. Ablah. Kela qo'ymaydigan bo'lsam, sen bizning dinimizni saqlavatsan. Bir berib qilyapsan. Sen qanday demadi? Öldürüp bitemem. Kela, Öldürüp bitemem. Bu nerede? Koya. Adibini chuqur beramiz. Salam. Tanrılarning tanrısı Amonga salam. Amonga salam. Nima qilmoqchisizlar? Meni qo'yib o'tish. Bir Tangriga iymon etmaganlarga hujum qilish cho'ng gunohdir. Meni qo'yib o'tinglar. Meni qo'yib o'tinglar. Tez bo'l. Qolgan gapni o'rniga qo'yib deyishimiz. Nima qilmoqchisizlar? Mana, Meni qo'yib o'tish. tez bo'l. Nima qilmoqchisizlar? Qo'yib o'tish. Mana! Qo'yib o'tish. Anlamadık demanglar. Padişahimiz Akinatun ve baş maslahatçı Yüzarsifning fermanı bilan
bugundan itiboran Misrning rasmiy dini bir ilohlik dindir. Bugundan itiboran Amonga va ularning botlariga tevinmak eng og'ir gunohdir. Amon dini kahillar uchun yaxshidir. Chunki eng obdan tamoqlarni ular yeydi. Eng go'zal ayollar bilan ular birga bo'ladi. Amon dinidan ular qandoqmi voz kechalisin? Yusufning butun Misr xalqini o'zining va davlatning qo'li qilganligi yolg'onmi? Bilmamsan. Butun boyligimdan ayrilib qoldim. Biz uchun hech qanday farqi yo'q. Burunmi qul edik, hozirmi o'xshashli qul emasmi? Biz uchun hech qanday farqi yo'q. Lekin qul bo'lish, sana o'xshash quldorlar uchun texmi qiyin. Yuzarsifning eng cho'ng gunohi sizlarga o'xshashlarning tilini uzartishdir. U to'g'ri deydi. Chunki butun boyligidan ayrilib qolishi uning uchun osonga tushmadi. Podshoyimiz Akinaton va bosh maslahatchi Yuzarsifning farmoni bilan bugundan itiboran Misrning rasmiy dini bir ilohlik dindir. Bugundan itiboran Amonga va ularning botlariga tevinmak eng og'ir gunohdir. Bularning hammasi mening Yusufimning ishi. Anlavatamsan suyimlik do'stim. İnsanlar o'zlariga cho'qinishi yetmagandek yana Tangrisigami ishonishi kerak, angladingmi? Amonga haqorat qilsang bo'lmaydi. Amon Misrning minglarcha yillik tangrisi tursa, Hech kimning bir ilohga ishonganlarga qarshi chiqishga haqqi yo'q. Amonga haqorat qilinmasa, biz qarab turimiz, shundaqmi? Bir ilohga ishonganlarga qarshi chiqish buyuk jinoyatdir. Anlamadingmi? Anglayapsizlar? Amonning shahrida, butxona va tangirchilar shahrida bir tangriga ishonganlar erkin, ammo Amonga ishonganlar gunohkor, shundaqmi? Tash va tuproqdan yasalgan butlarga la'nat, Amon butxonasiga la'natlar bo'lsin. Ularning tangirlariga haqorat qilsang bo'lmaydi. Sen zodi kim taraf tursan? Men Amonlarga la'nat o'qiyman, kahillarni tillayman, ularga ishonmayman. Sen ularning tangirisiga haqorat qilsang, ular o'zining tangiriga haqorat qiladi. Bunday bo'lishni xohlamsan? Yo'q. Asla xohlamayman. Alloh nomidan qasam qilamanki, butxon kahillardan shundoq og'ir zulm ko'rdimki, o'zimgimi ega bo'lolmadim. Nima o'yinlarni tayyorlayapsan, Yusuf? Haqlisan. Agar mening tangrimmi menga shunchalik yordam qilgan bo'lsa, osmon zaminni uningga e'tiqod qilishga majburlar edi. Meni nima qildaysizlar? Boshqahin, o e'tiqodsizlar Amonga tavob qilishdan bosh tortib, bir ilohga cho'qinishni tashviq qilyapti. Biz boshqahinning qarorini bilmoqchimiz. Nima biror amal qilmaysizlar? Bir qancha kundan beri o'rda jakarchilari bir iloh dinining Misrning rasmiy dini qilinganligini jakarlayapti. Jakarchilar asli bir iloh dinining Misrning rasmiy dini qilinganligini jakarlayapti-da. Biz sizni boshpana ko'rib olsak, siz atrofingizda bo'layotgan ishlardan xabarsiz yuribsiz. Yuzarsif qiladiganini qildi va Amonga oxirgi hujumini boshlab-etdi. Buni tushunyapsiz? Buning amalini qilmasak bo'lmaydi. Bir yerda o'ltirib bir plan tuzishimiz kerak. Plan tuzadigan vaqtda u planni tuzmadingiz. Yuzarsif va Akinatonni ko'zdan yo'qotib deganimda so'zimni anglamadingiz. Endi nima plan tuzmoqchisiz? Men
qilishga tegishli ishning hammasini qildim. Lekin qilganlaringizning hammasi bizga emas, Yuzarsif qasqatdi. Sizlar faqat o'ldirib, o'yin ko'rdinglar xolos. Yuzarsif va uning tang'risining bakmi kuchli ekanligini e'tirof qilishimiz kerak. Uning tang'risi kuchli emas. Biz yaramaz, ojiz. Padiyamın özünü anki mahudumu üstünü hesaplamdı o nime? Menimcha, Anki Mahuning qo'lidan bir ish kelmagandan keyin Padiyamonning qilichini uningdan bakrak ustun tutishiga hayron qolmasligimiz kerak. Ben onun tang'risini ko'rmadim, lekin uning kuchini ko'rdim. Tang'risini bilmayman, ammo Yuzarsif men uchun muhtaramdir. Yuzarsifning tang'risi kimkan? Meni uning ishyan deydiganga. Agar uni ko'rgan bo'lsanglar, menga deb beqinglarchu. Yuzarsifning tang'risi uning kuchlarning to'g'ri tabirini etkizgandir. Degan gapini reallikka aylantiryapti. Uning tang'risini ko'rmasammi, uning borlig'ini va qilganlarini his qila olmayman. Men buni his qila olmayman. Emsi digina. Men har kuni ko'rib turgan va tuta olgan tangrim amun bor turib, men ko'rolmaydigan bir tangriga qandoqmi ishinaman? Jonliq va hamiyada tepildigan narsalarga qandoqmi cho'qindigansizlar? O'ziga ishonganlar uchun hech ish qilmagan, dardlarga davo bo'lmagan bir tangri sizlarcha cho'qinishga arzimdi. Shundoq. Dushmanlardan intiqom oladigan bir tangri cho'qinishga arziydi. Mana emsi. Buningdan keyin Amonga dushman bo'lgan itqasizlarga beradigan javobim mana mushu shu. Padiyamun va uning odamlari uchun bir odamni o'ldirish hech qancha ish emas. Hech qanday gunohi yo'q odamni qandoqsiga shundoq osonda o'ldirgandi. Kahillarning nurg'un qiliqlarini ko'rmasga soldim. Ammo xatolashganimni bildim. Bugundan e'tiboran Amonga va tangrilarga cho'qinish, butparastlikni kengaytirish buyuk jinoyatdir. Buning xiloflik qiluvchilar zindonga tashlanadi. Agar yana bir qatim jinoyat o'tkazsa, butxonani vayron qilib o'taman. Buningdan keyin hamma yerda butparastlarning dinini kengaytirishga bo'lmaydiganligini va bir Allohga ishonganlarga qarshi chiqqanlarning eng og'ir jazolanganligini jakalanglar. Diqqat qilinglar, ha, diqqat qilinglar. Bak og'ir ekan. Mana. Ha, e'tiqod qilinglar. Sizlar Padiyamonning u odamni qanday o'ldirganligini ko'rdinglarmi? Ko'rdik. Ha, diqqat qilinglar. Ha. Bu yerdan. Bilamsizlar, buning hammasi Yuzarsifning ishi. Hamma odamni o'z tang'risiga cho'qinishga qoyil qilmoqcha bo'ldi qilmaydigandek turdi. Bu yangi ahvoldan rozi yoki emasligingizni bilmadik. Yuzarsifning tang'risiga cho'qinishni xohlamsiz yoki xohlamamsiz aytib beqinglar. Men dahi bir qarorga kelmadim. Ammo meningcha cho'qinishga arziydi. Lekin ba'zilar Yuzarsifning tang'risiga cho'qinishning o'rniga uning o'ziga cho'qinyapti, xonim. Uning tang'risini pek obdan tonimayman. Lekin sizlarcha Yusuf cho'qinishga arzimamdi. Bu zodi qandoq bo'lgani?
Mana bu adaletmi? Shuni Ben deyman. bütün baylığımdan ayrılıp kaldım. Hammamiz Misrning nimetlerden foydalanyapmiz. Bunun zodi xatolik kimda? Gap bo'lib ketdi. Seni aytmayqinglarchu. Men bu bütün boyligimdan Bunlar foydalandim. qildim. Bularning nima qilgani? Zimdo. Bu adaletsizlik. Esinglarda bormi? Yusuf kichik chig'idan boshlabla nomratlarni va qullarni bek yaxshi ko'radi. Bir qatam onunğa Bertal öncü soğuqan idi. O öncünü setib, pulunu saraydaki xizmetkarlarga berdi. Tönögükidekli yadımda ularni bek yaxshi ko'radi. Ularning dardini anglaydi va amalni qilishga tirishadi. Sarayda ishlagan xizmatkorlar va qullarni zot yolg'iz qo'ymaydi. Amonga ishinish jinoyatdir. Buningga bo'ysunishinglar kerak. Bizni majburlaydiganga nima qilinglar bor? Meni qo'yutinglar. Og'zingni yom, tez bo'l. Bu degan meni arqamga Ha, tursa. Tez bo'l. Bizning burunqi dinimizni nima ish qilishni haqoratlaysizlar? Da'vatman. Biz xato qildik. Qurg'oqchilik bo'lgan yillarda faqatla butxonning kahillari bilan ishlaganlarni o'yladik. Xalqning qurg'oqchilikdan ko'rgan ziyni bilan qilchilik korimiz bo'lmaydi emasmi? Bo'g'liq bo'ldi. Endi biror chorsini qilmasak bo'lmaydi. Akinatun va Yuzarsifni o'ldirish uchun bir qancha odam belgilaylik. Bu ikki xatarlik shaxsni burunli o'ldirib o'tishimiz kerak edi. Men hilimo odamlarni Amonning atrofiga yig'alaydiganligimni o'ylayapman. Amondan qolgan bu boyliqlar bilan xalqning ko'nglini ola olishimiz mumkin. Yuzarsifning tang'risiga ishonganlar hech qanday yerda bexatar bo'lmasligi kerak. Ularga hamma yerda to'zaq qurishimiz kerak. Bugungacha bir muncha kahillarni va Amon tarafdorlarini tutqun qildi. Undan boshqa, ya'ni Yuzarsifning tang'risiga haqorat qilganlar tutilyapti. Buni tushunyapsiz? Padiyamon qo'lidagi askarlar bilan qurolli hujum qilish orqali u yerdagi bug'doylarni butxonaning ishiga yaraydigan qilish kerak. Ularni shundoq bir qo'rqitib qo'yayki, buni hargiz unutib qolmaydi. Ammo bu yaxshi chora emas. Sizlarning da'vat qilinglar, o'zimizni vayron qilishdir. Sizning gapingizni ko'p angladik. Boshqalar mening o'rnimda qaror chiqaraman desa, men bunga qarab tura olmayman. Qo'rqinchoqligingiz hamma ishimizni vayron qildi. Bir muncha odamlar sen bilan birga o'ladi. Men kelgusini va Amondinining mavjudligini o'ylayapman. Biroq sen ochchig'ini chiqarishni o'ylayapsan. Biz hozir o'zimizni besib olib, aqlga muvofiq bir chora tepishimiz kerak. Sizlar bu yerda o'tirib obdaroq o'yinni bilinglar. Men qo'lasimdagi askarlar bilan qanday qilishimni obdan bilaman. Ilohim, hamma ishimizni barbod qilib o'tmas. Mendan so'rasanglar, texmi yuksak va ulug' bo'lgan Tangriga ishoninglar deyman. Barliq go'zal sifatlarning hammasiga ega bo'lgan birli Tangriga ishoninglar. Sizlar ustun turamsizlar yoki bu tosh to'pilarmi? Muqaddas bilgan hayvonlar ustun turamdi yoki sizlarmi? Shubhisizki, bütün mavjudotlar sizlarning ilkinglardadir va sizlardan to'van turadi. Sizningcha bo'lganda biz bütün jonliqlardan ustun turamdik. Shundoq, sizlar yaratilgan mavjudotlarning ichida eng muqaddas va eng ustun sizlar. Aranglardan birsinglar insondimi ulug' bir narsaning borligini ko'rsatib beralamdi. Faqat Tangridan ustun turdi. Tangrilarning o'zi bir tosh va yog'ochdan iborat. Bu tosh yog'ochlar sizlardan ustun turamdi. Qo'lidan yo bir yaxshilik, yo bir yomonlik kelmagan kuchsiz va ojiz bir Tangri ustunmi yoki sizlarni qurg'oqchilikdan qutqizish uchun tangdosiz qudrati bilan 7 yil uda yomg'ir yog'dirgan Alloh ustunmi?
Biz günahkar kullarını qutquzishi uchun payg'ambarni avatgan Allohga cho'qinamiz. U bizni qutquzish uchun ko'migan ig'ir jazolari qolmadi. Yatmagan qorong'u zindan qolmadi. Onunğa ishonishimiz kerak. Onunğa ishoninglar. Onunğa ishoninglar. Botxanadan bundaq chiqsaq, bizning niyatimizni har qanday odam bilib qoladi va shu an bizga qarshi chiqadi. Shunga hozir kiyimimizni almashtiramiz. Qurollaringlarni kiyiminglarning ichiga yushirib qo'yinglar. Bugun tushda ochliq saqlash o'rniga beringlar. Men qo'l ostimdagi odamlarim bilan har vaqtdagidek bug'doy og'ili borman. Payt kelganda ochliq saqlash markazidagi askar va ishchilarga hujum qilamiz. Ve bütün buğdaylarını butxananing namida qo'lga tushiramiz. Qarshilik ko'rsatganlarni rahim qilmasdan o'ldirib etamiz. Gapim tushunishlik bo'lganda, ha? Endi 3-4 guruhlarga ayrilinglar. Tushundinglarmi? Chandurmasdan butxanadan chiqib ketinglar. Buğdayni to'shish uchun hamma otlarni biroqla elib olinglar. Yigirmi ölçek. On beş ölçek. Kimga keldi? 15 ölçek. On beş ölçek. Yigirmi ölçek. Yigirmi ölçek. 30 ölçek. 20 ölçek. 30 ölçek.
İlahim keçip kalmasmız. Hemiz kiyimlerinin içi kuralı yuşuruptu. Tez bo'linglar. Men bo'ldi? Bizmi boshqalarga o'xshash bug'doy ag'il keldik. Buningdan burun butxonizlardan bug'doy setib olmaganmi? Kimga keldi? 30 o'lchak. Keyingisi 50 o'lchak. Qara. Hammasini o'ldirib yutala. Hech kim saqqanmıson? Buğdaylarni qaçılab, ambarlarga o't qo'yitinglar. Tez bo'linglar. Tez, hammasini ko'ydirib yutinglar. Yüzarsif geldi! Yüzarsif geldi! Yüzarsif geldi! Yüzarsif geldi! Ketaylik. Kitaylar! Qandaqroq, ha? Yüzarsif. Allah'a şükürler olsun ki Allah'ın peygamberiga hiç iş bulmabdı. Yüzarsif'in yolunda ölüş hemmeli Adem'e nisip buluvermeydi. Yüzarsif, Yüzarsif.
Allah sana rahmet kılsın. Sen Allah yolunda öldürüldün. Bunun bilen fəxrlənişin gerek. Onu etmеңla. Amonның askerlerini zindanğa beringlar. Yarlanğanlarını teyipqa, ölgenlerini kümüş üçün ep beringlar. Bu cinayetçiler çokum cezalanır. Hemrahinglar üçün sizlarga devlet tarafından tölen beriladi. Mağayli. Yol boştanla. Bir yak kutunla. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Açlık ambarları hücum qilgan edik. Ba'zilarini o'ltirdik. Nurg'un bug'doyni qo'lga tushirgan edik. Ammo to'yuqsizlar yuzarsib kelib, hamma ishni buzdi. Bir muncha askarlarim o'ldi, ham og'ir yaralandi. Menmu yaralandim. Faqat mushinchilik askarlar bilan qaytib kela oldim. Sen nimanchi aqlsiz Padiyamon. Agar Yuzarsif kelmay, senmi saq qaytib kelmagan taqdirdimi? Akinatun uchun bu butxonani beshimizga o'riydi. Buni ko'rib qolasan. Hech shubhisizki, Akinatunning ordisi bir ozdan keyin bu yerga hujum qiladi. Endi qanday qilamiz?